Qovoqlaringiz qanaqa bo'lishini xohlayapsiz? Ko'zim yopilib qolgan. Faqat yerga qarab tashlayapti-da. Ishlayman-ku, kompyuterga qarayman, o'zi tolib qoladi. Charchab qolyapsiz. Ha. Keyin o'sha boshim og'rityapti. Hozir sizning yuqori qovog'ingizda ko'p girjalar bor, orqa terlar. O'sha sizda kipriklaringiz ustiga minib turibdi, mana qarang, kiprigingiz ustiga minib turibdi. Bu vaqt soat o'tib, mana misol uchun ertalab turasiz, to kechqurungacha osib turib, sizga birdaniga bilinmaydi bu. Kechqurunga borib ko'z charchash shuni hisobiga bo'lib qoladi. Qarang, ikki tomoningizda ham kiprikka minib turibdi, og'irlik his qilib turibdi. Mana buni olib tashlasak, girja bilan ortiq terini olib tashlasak, qovoqlaringiz bunaqangi ochiladi. Tushundingizmi? Qovoqlaringiz ochiladi, ortiqcha terlar ketadi, girjalar ketadi o'shanda. Lekin ko'p kishilar men yuqori qovog'imni oldirsam chiroyli bo'lib ketaman deb o'ylaydi-da. Lekin ko'zning ichki burchagida parda bor, ya'ni epkan sohasi sal yopiqroq bo'ladi, mana xuddi sizga o'xshaydigan. Tepaga qaraymiz. Tepaga qaraganingizda mana ko'zingiz ichki burchagida epkan sohasida ortiqcha terlar bor. U bilan birgalikda qilsa, ya'ni ikkita operatsiya o'tkazilsa, qovoqlaringiz, ya'ni ko'zlaringiz juda ham chiroyli bo'ladi. O'shandagina shahlo ko'zga aylanadi, tushundingizmi? Faqat yuqori qovoq bilan bo'lib qolmaydi. Lekin ko'p kishilarda epkan sohasi yopiq bo'lmaydi. Ularga qilish shart emas. Lekin sizga o'xshaydigan epkan sohasi borlarga uni qovoqlarni ochirgan maqroq bilan, yuqori qovoq bilan epkan sohalarni ochirsa, o'shanda chiroyli chiqadi operatsiyamiz. Tushundingizmi?